Bir qirinishimiz mundaq bir savol so'ragan. Biz Yevropada qo'y so'ymoqchi bo'lsak, biz o'zimiz bo'g'izlasak, qo'ychiga jarimani keladigan bo'lg'achqa, qo'yni Yevropalik qo'ychi o'zi bo'g'izlab berdi. Bismillah Allohu akbarni biz aytib beramiz. Bu ahvolda ular so'ygan qo'yni yegil bo'lamdi. Musulmonlar Allohning nomi aytilib bo'g'izlangan mollarni yeyishga, Allohning nomi aytilmay bo'g'izlangan mollarni yemaslikka buyurilgandir. Lekin mazkur savolga javob berishdan burun oldi bilan bo'g'izuvchining salohiyati haqida to'xtalish kerak. Ya'ni Yevropalik qassobning diniy e'tiqodi nima? Musulmonmi yoki ahli kitobmi? Ya'ni xristian yoki yahudiymi? Va yoki ateistmi va dinsizmi? Chunki Yevropadagi biz xristian deb o'ylagan aholining xeyli ko'p qismi dinsizlashib ketgan. Hozir qaraydigan bo'lsak, Yevropa nüfusunun aran 3'ten biri dinge e'tiqad qildigan musulmon, xristian va yahudiylarni tashkil qiladi. Qolgani dinsizlardir. Barliq olimlarning birdek ijmosi bilan ahli kitoblardan boshqa kafirlarning bo'g'izlanganlari haromdir. Demak, Yevropalik kishi musulmon yoki ahli kitob bo'lmagan taqdirda u bismillah deb bo'g'izlasimi yoki qo'y egisi uning yanida turib bismillah Allohu akbar deb barsimi u go'shtni yegil bo'lmaydi. Agar bo'g'izlab berguchi musulmon yoki ahli kitob, ya'ni yahudi xristian bo'lgan taqdirda bismillah Allohu akbarni bo'g'izlovchidan boshqa kishi deb barsimi, molga Allohning nomini atash sharti tepilmaydi. Chunki Allohning nomini bo'g'izlovchi o'zi atish kerak. Buningda olimlar mushu ko'z qarashga ittifoq kelgan. Vallohu a'lam bis-savob.